Xitoy mutaxassislarining Xitoyning ahvoliga elib borgan tahlillari. Avtori Mavlon Yasin. Men 2023-yil 9-oyning oxirida Amerikadagi Xitoylar o'rlashtirgan Jungo Zhongguang Xitoyning umumiy ahvoli degan bir yig'inga tomoshabin salohiyatim bilan qatnashib keldim. Men turgan Los Angeles Xitoy ziyolilar va mutaxassislar yig'ilgan yer. Ba'zida bularning yig'iniga berib, Xitoyning navbatdagi ahvoliga qilgan tahlil va mo'lcharlarini anglab kelaman. Xitoyning navbatdagi ahvolini Xitoy mutaxassislari nurg'un jihatdan Amerika va G'arb mutaxassislariga qaraganda yaxshi analiz qiladi. Bu yig'inlardan Xitoy mutaxassislarining analizlarini tuvandagi 20 nuqtaga ratlab chiqdim. Birinchi, Xitoy hozir 5 xil 20% degan krizga duch keldi. Yoshlarning ishsizlik nisbati 20% dan oshdi. Sanoat korxonalarining foydasi yilga 20% tuvaladi. Yerlik hukumatlarning yer o'tinib berish kirimi 20% tuvaladi. Uy mulkning yangi qurilish rayon etish nisbati 20% azaydi. Iste'molchilar ishonch ko'rsatkichi kamchil bo'lish 20% ga yetdi. Ikkinchi, Xitoyda yashanganlar kutinish puli yetishmayotidi. Uning ustiga qiyirlashgan jamiyat yetib keldi. Xitoy o'zining aytishicha, Xitoyda 65 yoshdan yuqori yashanganlarning soni 210 millionga yetib, umumiy nüfusning 14,5% ni egallaydi ekan. BDT o'lchamiga asoslanganda 65 yoshdan yuqori yashanganlarning nüfusining nisbati 7% dan oshganda qiyirlashgan jamiyatga kirdi. Hozir Xitoy darajadan tashqari yashangan jamiyatga o'tib ketib boradi. Bu Xitoy iqtisodiga zo'r besim olib kelyotidi. Uchinchi, davolanish sug'urtasi asosan go'mirilib tushdi. Xitoy pul burunli yetmayotganligini bayon qilgan, lekin odamlarning davolanish haqqi to'xtamay o'rlab o'sib ketib boradi. Buni oz degandek davolanish borgan-sari bozorlashtirishga qarab ketib boradi. Bu fuqarolarni doktorxonalarni doktorni ko'rsa sur bosadigan qilib qo'ydi. 4. Chet el savdo mablag'lari yo'qab va chekinib chiqib ketib boradi. Chet elning cho'ng tipdagi korxonalari Vyetnam, Hindistonga yo'tkilib ketdi va ketib boradi. 5. Xalqaro do'stlarni setib olish uchun chashgan 600 milliarddan ortiq dollarning hammasi suning ko'pigiga aylandi. Rossiyani qo'llash uchun xajlagan pul texi yo'qab hongga tushib ketdi. 6. Xitoy pulining qimmati 30% dan ortiq tushdi va davomli tushyotdi. Xitoy tashqi perevod 500 milliardga ozlab ketdi. Tashqi perevod bo'lmasa, Xitoy pulining to'riki o'rilib tushdi. Xitoyning barliq iqtisodi, hatto pulimi vayron bo'ladi. 7. Davlat korxonalari va kasbiy o'rinlarda oz deganda 200 million odamni beqish kerak. Buning ichida 80 million kishi moliyani yeydigan tayyor tap. Xitoyda 19 fuqaro bir odamni boqadi. Hindistonda 245 odam bir amaldorni boqadi ekan. 8. Rossiya Ukraina urushi Xitoyning Rossiya qurollarini taqlid qilib yasagan qurol jabduqlari keraksiz to'mir tasak ekanligini isbotladi. Buningga xajlagan son-sanoqsiz pul bekor bo'lib ketdi. 9. Chip yo'q edi. Bu deganlik yuqori darajalik ishlab chiqarish sohasi yo'q edi degan gap. 10. Shanxay hamkorlik tashkilotiga o'xshab qurilgan tashkilotlarning allaqachon nomili qoldi. Xeyli burunli parchalanib ketdi. Lekin Xitoy davomli bu tashkilotlarga pul xajlayotdi. 11. Amerikaning boshchiligida Xitoy virus sababidan Xitoydan 60 trillion dollar to'lab berishni talab qilish harakati boshlanyapti. 12. Rossiya Ukraina urushida Xitoy Rossiya bilan o'xshash jinoyatchi deb ayblanish ehtimoli ko'rilyapti. Rossiyaga bergan 60 milliard dollarning qaytib kelishiga hech bir umid yo'q. 13. Amerika bozoriga selingan Xitoy davlat korxonalarining hammasi Amerikadan chekinib chiqib ketdi. Konzi institutlari asosan taqilib qoldi. 100 dan ortiq davlatdagi necha ming konzi maktab makonsiz qoldi. 14. G'arb qonunida
kommunist ma'ni qilindi. Dünya qonunida kommunistni ma'ni qilish amillashyotidi. Indoneziya va sobiq Sovet ittifoqidagi davlatlar buning oldida mangdi. 15. Hong Kong iqtisodi vayron bo'ldi. Sayohat nufusi shiddat bilan azaydi. Ko'p miqdordagi ixtisosliklar qochib ketdi. Pul muomala markazi Singapurga yutkilib ketdi. 16. Tayvan xalqi burunqi har qanday vaqtdagidinmi ittifoqlashib mustaqil bo'lishni texmi talab qilyotidi. Xitoyning Hindiston bilan chegara mojarosi bag'ansiri jiddiylashyotidi. 17. Diplomatiyada yolg'iz qilyotidi. Xitoyning Rossiya, Iran, Kuba, Venezuela qatorliq bir necha do'stlari qoldi. Bular texi ishonchlik emas. 18. Bir balvoq bir yo'l strategiyasi vayron bo'ldi. Buningga sog'an trillyonlagan mablag' ko'pikka aylanib ketdi. 19. 600 million Xitoy fuqarolarining oylik kirimi 1000 yuanga yetmaydi. 20. Har yili 20 million odam o'ladi. 10 million buvoq tug'iladi. Xitoyning emgak kuchi tez yo'qolib ketib boradi.